birodarlar, mo'min musulmonlar haqqiga qilingan duodan keyingi duo ijobat bo'ladi. Nega? Yana ulamolarimiz aytadilarki, ota-onani haqqiga duo qilmasdan o'zingga so'rama. Ota-ona o'tgandir, hayotdir, ularning haqqiga duo qilib agar o'zingga duo so'rasang, Alloh subhanahu va taolo ota-onaning haqqiga qilgan duoyingni ijobat qilib turib, seni hojatingni tark etib qo'ymaydi. Sening ham duoing ortidan ijobat bo'ladi. Birodarning haqqiga qilingan duoni Alloh ijobat qiladi dedilarmi Rasululloh akram alayhissalom? Eng tez duo bo'ladigan, ijobat bo'ladigan duo dedilar. Demak, o'sha duoni, birodaringiz haqqiga qilgan duoyingizni Alloh qabul qila turib, sizni duoyingizni rad etib qo'ymas ekan. Shuning uchun duo odoblari haqida kitoblarni ochsak, aytiladiki, duo qabul bo'lishi uchun birinchi hamd sano, Allohga hamd sano aytish kerak. Keyin Rasululloh akram alayhissalomga salovat aytish kerak. Hazrat Umar roziyallohu anhu aytganlarki, salovat aytmaguningcha duo yer bilan osmon o'rtasida to'xtab turadi. Salovat aytsang Rasululloh akram alayhissalomga keyin ijobat bo'ladi. Undan keyin deyilgan, musulmonlar haqqiga duo qilib, keyin o'zini hojatini so'rash. Musulmonlar haqqiga duo qilish, birodarlar haqqiga duo qilgandan keyin o'zingizni duo haqqingizga, o'zingiz hojatingizni so'rab duo qilsangiz, Alloh subhanahu va taolo duoingizni ijobat qilishi tez bo'lar ekan.